Olcha sezoni boshlandi. Manga o'xshab ikkita bolasi bilan olchalarni qayoqqa ketkazishni bilmagani uchun bu eng yaxshi variant. Hammasini shunchaki yaxshilab yuvib, oddiygina salqonga qadoqlab, moroziokani muzlatgichga tiqib, ularni muzlatish kerak va qishda nima kerak bo'lsa, nima xohlasa o'shani tayyorlab yeyveradi. Masalan, pirog qilyaptimi, damigini bo'shatadi va Tatyana shirin piroglarni pishirishi mumkin. Yoki-da issiq kompot ichkilyaptimi, shunda oladi, qaynatadi. Ichiga ozgina yalpiz qo'shib, maza qilib kompot damlab ichish mumkin. Ha, xuddi shunday, agar mana bunaqa yig'loq baqiroq bolalar bo'lsa, sizlarga ham yaxshi maslahatim shu, kompotlar qilib ovora bo'lib o'tirmanglar. Yo, tag'in bu gapni qaynananglar eshitib qolmasin, yana tumani kelinlarni yo'ldan uradi deb xafa bo'lishadi. Voy, mana asal qizim. Zamanchi olchani solishdan ko'ra ko'proq olchani yeb qo'yaman. Yana sol. To'latinglar, kiloinglar ham to'latinglar. Aytganimiz endi pand beradi kechqurun.